Spid kasalligini aktivlikda yuqtirish holatlari aniqlanyapti. Bu qanaqa qilib deganligi, ikkita yosh spidga chalingan qiz o'zini qonini olyapti-da, kolani ichiga aralashtiryapti. Keyin ko'chada duch kelgan odamga bizni blogerimizni kontent olamizni bitta ko'tarish ichsanglar mana shu kolani 100 ming beraman deyapti-da. Shu bilan haligi odamga yoshligi ichirishyapti uni. Ular ham keyin bilmayapti-ku spid yuqtirayotganini. Shuning uchun o'rtoqlar ehtiyotkorlikni oshiringlar. Ko'chada kim nimadir bersa, pul bersa, ishonmanglar. Tekinga spid yuqtirib olganinglar qoladi. Ishonmanglar. O'rtoqlar shu videoga like bosib maksimalni tarqatib qo'yinglar. Hozirgi kunda ko'p muhokama bo'layotgan tema. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Spid kasalligini aktivlikda yuqtirish holatlari aniqlanyapti. Bu qanaqa qilib deganligi, ikkita yosh spidga chalingan qiz o'zini qonini olyapti-da, kolani ichiga aralashtiryapti. Keyin ko'chada duch kelgan odamga bizni blogerimizni kontent olamizni bitta ko'tarish ichsanglar mana shu kolani 100 ming beraman deyapti-da. Shu bilan haligi odamga yoshligi ichirishyapti uni. Ular ham keyin bilmayapti-ku spid yuqtirayotganini. Shuning uchun o'rtoqlar ehtiyotkorlikni oshiringlar. Ko'chada kim nimadir bersa, pul bersa, ishonmanglar. Tekinga spid yuqtirib olganinglar qoladi. Ishonmanglar. O'rtoqlar shu videoga like bosib maksimalni tarqatib qo'yinglar. Negativ. Bu video senga foydali bo'lmasa ko'rmagin. Bu video xalqni ogohlantirish maqsadida olingan. Rahmat e'tibor uchun. O'zbekistonda spid kasalligi tobora avj olib bormoqda. So'nggi kunlarda O'zbekiston hududida 51 mingta insonda aynan mana shu kasallik tasdiqlandi. Bu juda ham dahshatli raqamlar hisoblanadi. Ya'ni bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Fohishalar sababmi yoki ayrim qo'shtirnoq ichidagi insonlar sababmi? Albatta bu borada fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Darvoqe, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bu borada qattiq ogohlantiradi. Ya'ni stomatologiya, sartaroshxona, go'zallik saloniga borganingizda faqatgina ishonchligigagina borishingiz tavsiya etiladi. Ushbu xabarni oyog'i suyuq va mana shunday xabarlarni mensimaydigan insonlarga qattiq ogohlantirish bilan yuborib qo'ying. Zero hozirdan oldini olmasak, ertaga bu raqamlar yanada ko'payishi mumkin. Qizlar, yigitlar, ko'chada hech kim bilan tanishmanglar. Sizlarga maslahatim. Chunki spid bo'lgan odam o'zini kasalligini bildirmasga harakat qiladi. Mana hozir yosh yigitlarimiz, qizlarimiz ko'chada tanishadi. O'shaning uchun ozgina ehtiyot bo'lishlaringizni so'rayman. Chunki spid kasal hech qachon men spid deb aytmaydi. O'shani ehtiyot bo'linglar. Lekin bu juda katta jinoyat. Men shunaqa qabul qilaman. Buni Allohning oldida ham javob berish kerak, bandaning oldida ham javob berish kerak. O'shaning uchun har bitta harakatda o'ylab ish qilish kerak. Chunki biz bilmaymiz, yigit qanaqa ahvolda, qiz qanaqa ahvolda. Ota-onalaring o'zlari ko'rsatadi, mana shu qiz bilan tanishgan, mana shu ko'rgan dedi, yoki mana bu yigitni ko'rgan dedi, o'sha bilan tanishinglar. Hech qachon ko'chada tanishmanglar, sizlarga maslahatim. Chunki menga qizlar kelishyapti, ba'zan yo'q, titrab ketyapman, hamma joyim og'riyapti deb kelishyapti. O'shaning uchun sizlardan iltimos, hech qachon ko'chada tanishmanglar.